Xo'p, biz endi ayrim demak o'sha tezkor klavishlardan foydalanishimiz kerak bo'ladi. Bu demak, masalan biza jarayon degan so'zni demak hammasini yig'ib olib, bu yoqdan жирный qilib olishimiz ham mumkin. Bunday qilib yoki bo'lmasam shunda jarayon so'zini ustiga qo'yib turib, Ctrl tugmasini bosib, B ni bosib qo'ysak bo'ldi. Demak, bu narsani demak Ctrl B bilan amalga oshira olishimiz mumkin. Yoki bo'lmasam biza Ctrl I tugmasini bosadigan bo'lsak, demak buni kursivniy variantga olib qo'yish mumkin. Agarda biza masalan Ctrl U qilib qo'yadigan bo'lsak, o'sha obyekt ustiga olib kelib, Ctrl U qilib qo'yadigan bo'lsak, demak uni tagiga chizib qo'yganini ko'ra olishimiz mumkin. Mana tagiga chizyapti. Xo'p, agarda biza masalan shunaqa vaziyat bo'lishi mumkin. Agarda biza mana bunday qilib yozib beradigan bo'lsak, bunday qilib yozib ketsak, masalan har bittasini tagiga yozib, bunday qilib masalan tagiga chizib turib, masalan biza matn, keyin yana matn deb yozadigan bo'lsak, ya'ni orasini demak mana bunaqa holatga keltirib qo'yishimiz mumkin bo'lar ekan. Ya'ni orasini har bittasini orasini demak mana bunaqa qilib ochib chiqishimiz kerak bo'lar ekan. Va biza bunaqa holatda demak ishimizni qiyinlashtirib qo'yishi mumkin. Biz nima qilishimiz mumkin? Demak hammasini yig'ib olamiz. Har bittasini tagiga chizmoqchi bo'lgan bo'lsak, har bittasini bitta matnni hammasini yig'ib olamizda, bu yerda biza Ctrl ni bosib turib, Shift ni bosib turib, W ya'ni ingliz tilidagi W ni tugmasini bitta bossak, biz har bittasini demak tagiga chizib beradi. Mana hammasini tagiga chizib beryapti. Biza demak bunaqa holat, ya'ni zachurkni qilib qo'yishimiz bizni har bittasini bittalab masalan orasini ochib chiqishimiz kerak bo'ladi. Buning uchun biza demak Ctrl Shift W tugmasi orqali biza demak osongina taglarigacha bunaqa qilib chizib olishimiz mumkin bo'lar ekan. Har bittasini tagiga mana bunaqa qilib orasini masalan ochib o'tirishinglar, yopib o'tirishinglar keragi yo'q. Xo'p, keyin biza masalan shriftlarni o'zgartirmoqchi bo'lgan bo'lsak, masalan obyekt degan so'z shriftini o'zgartirmoqchi bo'lsak, Shift 3 bosamiz. Shift 3 Shift F3 bossak, mana anaqamizni o'zgartirib beradi. Shift F3 tugmasi demak bizani o'sha matnlarimizni katta qilib beryapti. Bosh harfini, hamma harflarni katta qilib beryapti. Yoki bo'lmasa hamma harflarimizni kichkina qilib beryapti. Endi yana bitta narsani ko'rib o'tishimiz kerak. Demak biza masalan qatordan orasini ochmoqchi bo'lamiz. 3 ta yoki bo'lmasa 4 ta orasini intervali bilan ochishimiz mumkin bo'lar ekan. Buning uchun Ctrl tugmasini bosib, masalan 2 ni bossak, Ctrl tugmasini bosib 2 ni bossak, orasini ochib berar ekan. Ctrl 3 demak Ctrl B bo'lsa, demak orasini hammasini yopib berar ekan, intervallarni orasida. Agarda biza Ctrl 4 xo'p, Ctrl 2 bo'lsa, Ctrl 5 bo'lsa, demak orasidagi intervallarni sal kichkinaroq qilib beradi. Agarda biza Ctrl 1 tugmasini bossak, orasidagi shriftlar intervallarni yo'qotib beradi. Agarda Ctrl 2 bossak, orasidagi shriftlarni, ya'ni orasidagi intervallarni katta qilib berar ekan. Agar biza Ctrl 5 tugmasini bossak, intervallar orasini o'sha sal 1,5 qilib beradi, sal kichkinaroq qilib beradi. Agarda Ctrl 1 ni bossak, demak masofasini kichkina qilib berar ekan. Xo'p, endi biza demak bu yerda Ctrl bilan J ni bosadigan bo'lsak, demak matnlarimizni ikkita tomonini, mana bu tomonini, mana bu tomonini demak o'sha obyektimizni shu ikkita tomoni tekislab to'g'rilab berar ekan.
Agarda biza shu holatimizda Ctrl E tugmasini bossak, o'rtaga qo'yib berar ekan. Ctrl R tugmasini bossak, o'ng tarafga qo'yib beradi. Ctrl L tugmasini bossak, demak chap tarafga qo'yib berar ekan.